Assalomu alaykum. Meni ismim Fotihjon Boboqulov, Emin Phoenix Consulting kompaniyasi asoschisiman. Buxgalter va moliyachi farqi nimada? Hammaga tushunarli bo'lishi uchun sodda tilda tushuntirishga harakat qilaman. Buxgalter bu tarixchi. U o'tgan davr mobaynida korxonada nimalar sodir bo'lganligi haqida yozib boradigan shaxs. Qancha daromad bo'ldi, qancha xarajat bo'ldi, soliq hisobotlarini yuritadi. Umuman olganda qonun doirasidagi hisob-kitoblarni yuritadi. Moliyachi bu navigator. U esa buxgalter tayyorlagan hisobotlar asosida analiz va xulosalar qilgan holda kelajakda qayerga borishimizni ko'rsatib beradigan shaxs. Ya'ni u quyidagilarni amalga oshiradi. Qachon, qayerdan va qancha pul kirish kerakligini yoki chiqish kerakligini reja asosida yuritib boradi. Sizni pul yo'qotayotgan joylaringizni ko'rsatib beradi. Reklama qilish kerakmi, narxni oshirish kerakmi, qo'shimcha xodimlar yollash kerakmi degan savollarga raqamlar asosida va qaysidir xulosalar asosida javob beradi. Investor yoki bankdan kredit olmoqchi bo'lsangiz, moliyaviy hujjatlarni tayyorlab beradigan shaxs ham aynan moliyachi hisoblanadi. Eng muhimi, siz daromadga chiqyapsizmi yoki faqat aylanma boru, lekin foyda yo'qmi, aniq ko'rsatib beradi. Agar sizda moliyachi bo'lmasa, nimalarni yo'qotasiz? Siz o'zi foydali biznes qilyapsizmi, bilmay qolasiz. Ko'plab tadbirkorlar o'zini foydali biznes qilyapman deb o'ylaydi, lekin xarajatlarning noto'g'ri boshqarilishi oqibatida aslida zararda ekanliklarini bilishmaydi. Moliyachi bo'lmasa, bu sirligicha qolaveradi. Sizni aldashadi. Yetkazib beruvchilar, xaridorlar va hatto xodimlar sizdan foyda ko'rishni boshlashadi. Sizga arzon ko'ringan narsa aslida juda qimmatga tushayotgan bo'lishi ham mumkin. Pul doim yetmaydi. Pul oqimlari noto'g'ri boshqarilsa, daromad bo'lsa ham, lekin naqd pul bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz $10,000 daromad qildingiz, lekin mijozlaringiz to'lovlarni kechiktirish oqibatida kassada pul qolmaydi. Mana shu muammo moliyachi yo'qligidan. Qarorlar hissiyotlarga asoslangan bo'ladi. Agar sizda moliyachi bo'lsa, nimalarga erishasiz? Reklamaga qancha pul ajratish kerak? Qo'shimcha xodimlar yollash kerakmi? Narxni ko'tarish kerakmi? Kabi savollarga siz ichki sezgingiz orqali javob berasiz. Bu esa xatoliklarga olib keladi. Siz biznesingizni raqamlar orqali ko'rasiz. Har bir yo'nalish, har bir mahsulot, har bir reklamaning sizga qancha foyda olib kelayotgani yoki qancha zarar olib kelayotganini ko'rib turasiz. Bu esa kuchli quroldek bir gap. Siz pulni nazorat qilasiz. U sizni emas. Qayerda pul yo'qotayotganligingizni bilganligingiz uchun siz uni to'xtata olasiz. Har bir chiqimdan oldin mana shu chiqim menga kerakmi degan savolni o'rtaga tashlaydigan bo'lasiz. Siz o'sishga tayyor bo'lasiz. Investor, bank yoki sherik kerak bo'ladigan bo'lsa, moliyaviy hujjatlarning hammasi tayyor bo'ladi. Moliyaviy jihatdan siz sog'lom biznes sifatida ko'rinish berasiz. Buxgalter sizni soliqdan saqlaydi. Moliyachi esa bankrotlikdan. Buxgalter qancha foyda ko'rganingizni o'tgan oyning oxirida aytadi. Moliyachi esa foyda ko'rishingiz uchun nimalar qilish kerakligini bugunoq aytadi. Agar biznesingiz kichik bo'lsa ham, moliyaviy rejalashtirishsiz ishlash bu xuddi ko'zni bog'lab mashina haydash bilan barobardir. Siz tirik qolasiz, lekin uzoqqa bora olmaysiz.